jufti halollaridan biri. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, qaysi bir xotin dunyodan o'tganda eri men shu xotinimdan mingdan ming roziman desa, bu erini roziligini topgan ayol albatta jannatga kiradi. Ey azizlar, bizni o'zbek onalarimiz, ayollarimiz nafaqat qaynota, qaynona xizmatini, qaynopa, qaynsingillarni xizmatini, hurmatini joyiga qo'yadi. Menimcha biron bir dunyoda bo'lmasa kerak o'zbek ayolidaqa hatto jufti halolini, jiyanini sizlab hurmatlaydigan ayollar. Qaynona